Bu stendimizda Stek'da qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan оборудованияsi turibdi. Agripilot model. Demak, bu nimaga ishlatiladi? Traktorlarga o'rnatilib, traktorlar o'sha yurayotgan payti o'zi avtomatik to'g'ri yuradi. Boshqarish kerak bo'lmaydi. Bu o'shanda 2,5 santimetr aniqlik bilan boshqariladi. Demak, GPS modulidan iborat, ya'ni o'zini joyini aniqlaydi. Rulda motori bor, o'zi boshqarib boradi. Kamera oldida nimadir chiqib qolsa, bosib ketmasligi uchun, to'xtash uchun ishlatiladi. Va asosiysi kontroller deyiladi. Monitorda bu ham boshqaradi, ham vizualni ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu stendimizda robot taxiometr ko'rsatilgan. Buni ikkita modifikatsiyasi bor. 0,5 sekund va 1 sekund. Bu robot taxiometrimiz 3000 metrgacha bo'lgan prizmalarda aniqlab o'sha sanoq olar ekan. Bu hozir suvga chidamliligini ko'rsatib o'tgan. Ya'ni monitoringi uchun juda qulay. Qo'ysangiz, dambalar monitoringi, hokazo muhim obyektlar monitoringi qo'ysa, bularga suv, yomg'irlarga chidamli bemalol ishlasa bo'ladi. Bu stendimizda elektron nivellar ko'rsatib o'tilgan, aniqligi 1 kilometrga o'rtacha kvadratik xatoligi 3 mm. Bu ham suvga, yomg'irga chidamli. Ko'rib turibmiz, ustiga suv qo'yib turibdi. Hech qanaqa nima bo'lgani yo'q. Bu yangi robot taxiometrimiz Axis SP. Nimadan iborat? Taxiometr, 360 prizma va kontroller. Kontroller prizma vehasiga ulangan, ya'ni bir kishi ishlatiladi. Biz o'sha 360 prizmani olamiz va ketamiz. Shu paytda bu 360 prizmani kuzatib boradi. Kerakli joyga borib to'xtaganimizda kontroller orqali sanoq ol deganimizda o'sha joyda sanog'ini oladi. Shu bilan, ya'ni operator kerak bo'lmaydi, ya'ni kimdir boshqarib, taxiometr boshqarish shart bo'lmaydi, bir kishi ishlatadi. Bu yangi GPS lazerli, juda ixcham ishlangan. Kamerasi bor, lazeri bor. Demak, buni o'zingiz bilan olib ko'tarib yursangiz ham bo'lar ekan. Qo'lingizda yoki vehada ham ishlatsa bo'lar ekan. Ko'tarib yurganingizda lazer yoqasiz, mana bu yerga hozir lazer tushib turibdi va lazerda отметка olasiz. Mana buni ko'ring. Отметка olmoqchi bo'lsangiz, o'zida ko'tarib yurganingizda kontroller ham kerak emas. Chaki knopkani bosasiz, отметка oladi. Bugun konferensiyamizda ikkinchi kuni GNSS priyomniklar haqida gaplashdik. Shu bilan birga yangi model Stek S3 modeli. Bu nafaqat GNSS priyomnik, balki lidar ham. Ya'ni GNSS signali yo'qolgan paytda lidar orqali o'zini joyini aniqlaydi va fiks yo'qotmaydi. Plus syomka qilayotganda nafaqat отметка, ya'ni koordinata oladi, balki lidar orqali ham syomka qilib ketib, oblaka точка, ya'ni nuqtalar nimasini, bulutini yaratadi va 3D modelini olsak bo'ladi.